Nima muammo bilan keldingiz? Uyda pensiyam yo'qolib qoldi. Shuni kim o'g'irlaganini topib bersangiz, xursand qilardim. Pulim yo'qoldi-deng. Tushundim. Pulingizni uyingizdagilardan bir kishi olgan. O'shalardan axtaring. Uydan? Ha, bildim kimligini. Bo'lmasa, shuni olib qoling. Bo'ldi. Arzimaydi. Kelib turing. Rahmat sizga. Assalomu alaykum dada. Ertalabda qayerdan kelyapsiz? Va alaykum. Yo'qolgan pensiyamni topay deb folbinga borgan edim. Uylaringdan bir kishi olgan deydi. Sen olmasang, ana onang olmasa, aniq o'sha Sardor olgan. Yo'q, Sardor olmasa kerak. Olinga ham ishonasizmi dada? Xotinimni ukasi deb tarafini olma. O'zi boshidan gumonim shu Sardorda edi. Mana folchi ham tasdiqlab qo'ydi gumonimni. Chiqib o'zing so'raysanmi yo men so'raymi? Yo'q. Sardor. Hozir o'zim chiqib so'rayman. Yangi telefon olmoqchi edim. Vaqti bo'lsa birga o'tib kelaylik. Sardor! Sardor! Ho'p, pochcha. Hozir telefon qilib beraman. Sardor! Ha, pochcha, tinchlikmi? Tinchlik emasda, dadam pensiyalarini sen olgan ekansan. Qani pul? Pochcha, yana mendan gumon qilyapsizmi? Kecha aytdim, olganim yo'q deb. Hattoki u pulni umuman ko'rganim ham yo'q. Menga yolg'on gapirma. Hali endi dadam polchiga borgan ekanlar, seni aytibdi oldi deb. Qani pul, yaxshilikcha qayta. Bo'lmasa sen bilan boshqacha gaplashamiz. Siz endi ko'chalarda qiynalib yurmasin deb uydan joy bersa, tuzimizni yeb, tuzlig'imizga tupuryapsanmi sen? O'sha folbinga ishonyapsizlarmi? Xudo haqqi, men olganim yo'q. Biroq haqqidan qo'rqaman. Rahmat, shunchalik joy qilib berdilaring. Qanaqa qilib ishontiray endi? Ishontirishing shart emas. Bergin kelmayaptimi o'sha pulni? Teshib chiqsin. Narsalarni yig'ishtirib yo'qol uyimdan. Ko'zimga ko'rinma. Ko'z oynagim. Qani? Pensiyam shu yerda ekan-ku. Men ahmoq, folbinga ishonib, bir insonga nohaq tuhmat qilibman. Yaxshi ko'rib qoldim. Assalomu alaykum Sardor. Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Yaxshiman, rahmat uka. Kakra sizni ko'rib qoldim. 3-4 marta telefon qildim, ko'tarmadingiz. Xafa bo'lib qolganlar shekilli, o'shanga ko'tarmayaptilar deb o'yladim. Uka, o'sha ishdan keyin jindek o'tib dadam pensiyalar topildi. Uni divan arasiga tushib ketgan ekan. Sizdan ham yomon gumon qilib, ko'nglingizni og'ritib uydan haydab yuboribman. Uka, ishdan yotoqxonada qiynalib yashab yurgan ekansiz. Agar imkoningiz bo'lsa, o'sha uyga qaytaring. O'sha uy turibdi, bemalol yashayverasiz sizga uka. Rahmat pochcha taklif uchun. Lekin men folbinga ishonadigan oilaga qaytib bora olmayman. Uzr.